Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Xo'sh, bizda mana yangi bo'lyapti. Mana bu g'alati ukazlarga yuk olib chiqadigan. Mana tepa ko'tariladi mana. Mana ishlashi. Qolgan joyni to'xtataverasiz. Barimiz bor. Mana hozir bir gidetda 30 kilo, 25 kilo narsa bu. Biz endi mo'ljalimiz 100 kilo olsa kerak deyapti. Mexanizmimiz mana bu. Mana bu qonimiz bor. Gazi bor. Necha aql topirsa gaz bo'ladi. Benzin yaşıyor. Ana shu narsa mana. Juda ham oddiy, sodda. Xo'sh, buni profillari bor, yana qo'shimcha mana bitta. Mana har bittasi 4 metrdan bir-biriga kiraveradi, kiradigan joylari bor. Endi bir balandroq joyga bitta qo'yib ishlatib video qilamiz. Xudo xolasa bunday ko'rishingiz mumkin. Mana shu narsa mana. Bu quruvchilarga yaxshi. Derazaga qo'yib olib turib, uchini arkasini yerda turadi, o'sha eng tepa tomonni derazaga qo'ysa ham bo'ladi. Bu derazaga sovuradi, telefon ensiz qildi. Gidetda 70 santimetrlar bor mana shu nimasi. Yana hali narx chiqqan yo'q. Endi narxini ham hisob-kitob qilib chiqarib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.